Ko'zlarida jiqqa to'la yosh bilan yana kuz keldi. Borliq qizg'ish rangga burkanganini hamma biladi. Aytishning hojati yo'q. Nima deyishni ham bilmaysan kishi. Qanchadan qancha shoirlar va yozuvchilar kuz haqida ta'rif berishgan. Men kuz haqida yozishga qo'rqaman. Kuz ayovsiz. Hayot o'tgan yili kuzning asl yuzini ko'rsatdi. Farzandim 5-sinfga borgan. Sinf rahbari tarixdan dars beradi. Ha, u tarixdan zo'r dars beradi. U mening tariximni yozgan. Bahora. U 17-bahorimning eng nafis guli-yu 21-kuzimning achchiq xazoni. U o'g'limni tarixdan ekskursiyaga olib borgan. Qaytishlarida esa avariyaga uchragan. Hayotimning 2 bo'lagini bir kunda yo'qotdim. Hayotimda juda katta xazon rezgilik bo'ldi. Qabrlariga gul olib bordim. Daraxtlardan esa tinimsiz xazonlar sochilardi xolos. Shafqatsiz kuz. Nima deb ta'rif berishni bilmaysan kishi. So'z topa olmayman bu faslga. Sokin va qo'rqinchli davr. Qiziq, kuzda cho'l qanday bo'larkin? Ha, cho'lga boraman, lekin negaligini bilmayman. Ammo borsam ham piyoda ketaman, chunki o'lishdan qo'rqaman. Men shunday qo'rqoqman. Cho'l. Qumni g'ichirlatib chaynagim keladi. G'alati, to'g'rimi? Tiqilaman. Cho'ldan suv topib bo'larkanmi, kuzga ishim tushadi. Yomg'ir. Nimalar deyapman o'zi? Bolam o'ldi axir, bahorim so'ndi. Qanchalar kuyganimni bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Chunki o'shandagi holatimni o'zim bilmagansiz qayerdan ham bilardingiz. Yelkamda farzandimni tobutini ko'targancha loy ko'chadan ketib boryapman. Shuncha kun yog'gan yomg'ir bugun yo'q. Bemehr kuz. Ko'z yosh ham qilmadi-ya. Men kuzni tasvirlay olmayman. Chunki unda men tasvirlaydigan rangning o'zi yo'q. Keling, yaxshisi uni yozuvchilar yoza qolsin.